Grafikalar ko'p hollarda qalam, chizma yoki bo'yoqlar yordamida yaratilgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu jarayon kompyuter dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Termiz davlat pedagogika institutida tasviriy san'at va muhandislik grafikasi fanlarini zamonaviy dasturlar yordamida o'qitish istiqbollari nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o'tkazildi. Tasviriy san'at muhandislik grafikasi fanlarini rivojlantirish ularning dolzarb masalalarini yechimi haqida bo'lib o'tmoqda. Anjumanimizda respublika miqyosida barcha oliy ta'lim muassasalaridan professor o'qituvchilar tashrif buyurgan, xususan Termiz davlat universiteti o'qituvchilari, Termiz muhandislik universiteti hamda Toshkent davlat pedagogika universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti hamda Buxoro davlat pedagogika universiteti, Qarshi davlat universitetlaridan professor ustozlar tashrif buyurgan. Kompyuter dasturlari interaktiv ko'rinishdagi o'quv jarayonini taqdim etadi. O'quvchilar turli xil vositalarni ishlatib, o'z ishlanmalarini to'g'ridan-to'g'ri yaratishi va tahrirlashlari mumkin. Ushbu konferensiya hozirgi kundagi tasviriy san'at va muhandislik grafikasi sohasida eng dolzarb masalalardan birini hal qilishga qaratilgan. Ya'ni hozir hammamizga ma'lumki, butun dunyoda zamonaviy grafik dasturlar. Ushbu dasturlar hozir har bitta sohaga kirib bormoqda. Endi ushbu dasturlarni hozirgi kunda respublikamiz miqyosida, xususan vohamizda ta'lim tizimiga olib kirishda ko'pchilik ba'zi bir oqsoqliklar bo'lmoqda. Mazkur anjumanda ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan yetakchi olimlar, mutaxassislar, professor o'qituvchilar, shuningdek doktorantlar, magistrlar hamda talabalar onlayn hamda offlayn tarzda ishtirok etishdi. Kunning ikkinchi yarmida esa anjuman o'z ishini 4 ta shubalarga bo'lingan holda davom ettirdi. Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi fanlarini zamonaviy dasturlar yordamida o'qitish istiqbollari juda kengdir. Dasturlar nafaqat o'quvchilarni texnik ko'nikmalarga o'rgatadi, balki ularning ijodkorligini ham rivojlantiradi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi.